Tezroq ta'til bo'lsa edi. Dars qilmaslik uchun shunday deyapsanmi? Meni o'qishni xohlamaydigan bilimsiz deb o'ylaysanmi? Shunaqasi ham bo'lib turadi. O'zi qayerga borishni istaysan? Dengiz bo'yiga borsam edi. Nega kulyapsan? Axir bu zo'r-ku. O'zing aytding-ku, ekologik xizmatlardan biri madaniy deb. Unga turizm ham kiradi. To'g'ri, lekin turizm ham har xil bo'ladi-da. Kel bunday qilamiz. Bugungi dasturda turizm haqida gaplashsak nima deysan? Aniqrog'i, ekoturizm haqida. Bu ekologiyaga mos keladimi? Albatta. Mana qara, turizmning nimasi yomon? Sen uchun yaxshi narsaning o'zi bormi? Iskandar, turizm juda ajoyib. U nafaqat davlatning ichki iqtisodiyotiga, balki insoniy kayfiyati, salomatligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Nimagadir hozir lekin deb gap boshlaydigandek tuyulyapsan. Lekin buning salbiy tomonlari ham bor-da. Aha. Eshit, turizm sohasi mavsumiy jihatlarga ega bo'lgani uchun... To'xta, qanaqa jihat? Mavsumiy qara, masalan, Yevropani olaylik. Bu hudud uchun yuqori turistik iyundan avgust oygacha bo'lgan davrdir. Mana shu vaqtda Yevropada yaxshi ob-havo bo'ladi va ko'pgina turistik joylar ochiq bo'ladi. Ya'ni mana shu oylarda turistlar va mehmonlar soni juda ko'p bo'ladi. Buning natijasida atrof muhitga va mahalliy aholiga nisbatan bosim ham ortadi. Axir qanchalik odam ko'p bo'lsa, suv va yer resurslari energiya shunchalik ko'p sarflanadi. Shuningdek, havoning ifloslanishi kuchayadi, chiqindilar ortadi. Lekin men u yerni atayin iflostirmayman-ku. Albatta atayin qilmaysan. Kel boshqa misol keltiraman. Sen dengizga borging kelyapti. Masalan, Gretsiyadagi Zakintos oroliga bording deylik. U yerlar juda go'zal. Juda ham borgim kelyapti. Bu joylar katta boshli Atlantik toshbaqalar, karetta ko'payadigan eng muhim hudud. Qoyil. Agar turistik faoliyat rivojlanib, turistlar ko'p kelaversa, bu qumli qirg'oqda jonivorlar illarning paydo bo'lish vaqtiga to'g'ri kelib qoladi. Men dam olishni istayman, ammo bundan toshbaqalar aziyat chekishni xohlamayman. Demak, so'zlaringga qaraganda, turizm rostdan ham ekologiyaga kuchli zarar keltirar ekanda. Xafa bo'lma, axir muammo o'rganilsa, buning yechimini topish mumkin. Bu holatdagi yechim ekoturizmdir. Hozir turoperatorlar turizmning ikkita turini ko'proq taklif etishmoqda. Birinchi turi bu tabiat qo'yniga an'anaviy sayohatlar. Bunda tabiatni muhofaza qilish yoki tabiiy hududlarni boshqarish uchun mas'uliyat olinmaydi. Ular shunchaki egzotik hududlarda bo'lish, mahalliy madaniyat bilan tanishish va hududning yaroqliligi yo'qolmaguncha dam olishni taklif qilishadi. Ya'ni bunday turdagi sayohatda mehmonlar kelib ketganidan keyin oqibatlar haqida qayg'urmaydi. Turizmning ikkinchi ko'rinishi ekologik turizmdir. Bunday turdagi sayohat tashkilotchilari muhofaza qilinadigan hududlar va mahalliy aholi bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatishadi. Ular o'z bizneslari orqali yovvoyi tabiatni asrash va mahalliy manzilgohlarning kelajakda uzoq vaqtlarga rivojlanib borishiga hissalarini qo'shishga intiladilar. Ular turistlar va mahalliy aholi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilashga harakat qiladilar. Ekoturizmni odatda sayohat turizmi bilan bog'lashadi, ammo ekologik turizm har doim ham o'zida sayohat xususiyatini aks ettiravermaydi. Masalan, yashil qishloq turizmi yoki agroturizmni olaylik. U ayniqsa AQSh hamda G'arbiy Yevropa davlatlarida ommalashgan. Bunday turdagi turizm qishloq joylar, kichik qishloqlar, fermalar, qulay dehqonchilik uylari va hordiq olishni anglatadi. Turistlar bir qancha vaqt tabiat orasida qishloq hayot tarzida yashab ko'radilar. Xalqning madaniy qadriyatlari, amaliy san'ati, milliy raqs va qo'shiqlari, mahalliy urf-odatlari bilan tanishadilar. An'anaviy qishloq ishlarini bajarib ko'radilar. Milliy bayram va festivallarda qatnashadilar. Boshqa tomondan barcha sayohat turlari ham ekologik talablarga to'g'ri kelavermaydi. Ayniqsa tirik o'ljalarni qo'lga kiritish yoki qanday bo'lmasin, sport natijalariga erishish bilan bog'liq bo'lgan sport va safari turlar anti-ekologik hisoblanadi. Suvli joylarni kechib o'tish uchun chopib yoki sug'orib olingan daraxtlardan foydalanishni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bunday holatda nafaqat o'simliklarga, balki jonivorlarga ham to'g'ridan-to'g'ri zarar yetkaziladi. Ekoturizm dunyo bo'yicha qay darajada amalashgan? 1989-yildayoq amerikalik tadqiqotchilar turoperatorlar va turistlar orasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, bilimni oshirishga yo'naltirilgan turlar sonining tez ortganini va ular orasida eng ommalashgan ekoturizm ekanligini aniqlashgan. Ekoturizmga bo'lgan talabning ortishi 3 ta muhim omillar bilan belgilanadi.
turizm hajmining umumiy o'sishi, alohida qiziqishlar bo'yicha sayohatlar, ommalashishning ortishi, atrof muhitni muhofaza qilish muammolariga jamoatchilik e'tiborining kuchayishi, alohida qiziqishlar bo'yicha sayohatga bo'lgan talabning asosida muhim tendensiyalar yotadi. G'arbdagi sanoatlashgan mamlakatlar shunday darajaga yetdiki, insonlarni ko'proq mahsulotlarda iste'mol qilishga undash emas, balki ularning jonli taassurotlar va tajriba ortishiga bo'lgan istaklarini oshirish iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Oxirgi vaqtlarda rivojlangan davlatlardan keladigan turistlar ko'proq shaxsiy o'sish, tabiat, insonlar haqidagi bilimlarni boyitishga yordam beradigan sayohatlarga chiqishni afzal bilmoqdalar. Bilimni olish xususiyatiga ega turlarning mashhurligi ham shundan. Ular Fransiyadagi pazandalik darslaridan tortib, Tibetdagi ma'naviy sayohatlarni o'z ichiga oladi. Demak, ekoturizm bu turizmga nisbatan mas'uliyatli yondashuv ekanda. To'ppa-to'g'ri, axir biz hordiq chiqarsak, tabiat ham dam oladi degani emas. Biz u haqda qayg'urishimiz va atrof muhit muhofazasiga hissa qo'shishimiz kerak. Axir Butunjahon Yovvoyi fondining ekoturizmga mana shunday javob beradi. To'xta, axir bu ushbu fondning a'zosi Leonardo DiCaprio. Uning ijodini juda ham yaxshi ko'raman. Ha, mashhur aktyor Leonardo DiCaprio Butunjahon Yovvoyi tabiat fondining a'zosi hisoblanadi va sayyoramizni muhofaza qilish uchun million dollar pullarni hadya qilgan. O'zbekistondagi ekoturizm haqida yana nima gapirib bera olasan? O'zbekiston juda katta turistik salohiyatiga ega. O'zining qulay geografik o'rni, noyob tabiat, iqlim xususiyatlari tufayli mamlakatimiz landshaftlarining boy xilma-xilligini namoyon etadi. Bizda 8 ta qo'riqxona, 2 ta milliy bog', bitta biosfera rezervati, 12 ta qo'riqlanma hudud, 7 ta tabiat yodgorliklari, joyron go'zal tuvaloqlarni yetishtiruvchi parvarishxonalar bor. Floramizda 4500 ta xildagi yuqori o'simliklar aniqlangan. Ulardan 270 turdagisi faqat O'zbekistonda uchraydi. Flora faunamiz juda boy. 15 mingta turdagi umurtqasiz va 700 tadan ortiq xildagi umurtqali jonivorlar bor. 2011-yil, 2020-yillarda biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasi va harakatlar rejasida qo'riqlanadigan tabiat joylarini mamlakat hududining 10 dan 17% gacha qismiga yetkazish belgilangan. Bu holatda ekoturizmning rivojlanishi, noyob ekotsimlar va kam uchraydigan turlarni muhofaza qilish uchun katta turtki bo'ladi. Sayyohlar tabiat boyliklarini qadrlay boshlashadi. Ularning saqlanganlik darajasini, sifatini, shunga yarasha xizmat qiymatini ham belgilab beradi. Yashil turistlar oqimining sezilarli ravishda ortishi, tabiat qo'ynida munosib dam olish sharoitlarini yaratish, avtomobillarning yangi yo'nalishlarini ishlab chiqish, piyoda sayr qilish, baydarka va qayiqlarda sayohat qilish, tog' yo'llarida otda sayr qilish, chang'ida uchish, kempinglar, pikniklar uchun joylar, ijara punktlarini tashkil etishga xizmat qiladi. Bular esa ekotizim butunligiga putur yetkazmaydi. Ammo faraz qilaylik, men qayerdadir chiqindi tashlab ketsam, unda nima bo'ladi? Bu albatta aynan nimani tashlab ketganingga bog'liq. Agar rezina qopqoq tashlagan bo'lsang, ular 1,5 asr davomida utilizatsiya qilinadi. Shu davr mobaynida ulardan atrof muhitga zaharli moddalar ajratib chiqaradi. Yoki litiy batareyalarni olaylik. Ularning yo'q bo'lib ketishi uchun 110 yil kerak bo'ladi. Tuproqqa og'ir metallar singadi. Ularning bir donasi 20 metr maydonini zararlaydi. Luminescent lampalar, haroratni o'lchovchi asboblar tarkibida esa simob mavjud. O'zidan zaharlovchi bug'larni ajratadi. Tuproq xiliga qarab bir tor oy davomida yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun tabiatga zarar beradigan narsalarni tashlab ketmaganing ma'qul. Ertalab turdingmi, o'z sayyorakni tartibga keltirishni boshla. Bu so'zlarni mashhur fransuz yozuvchisi Antoine de Saint-Exupéryga tegishli. Mana ekoturistik sayohat uchun kerakli anjomlar haqida ma'lumot topdim. Menga ham aytib ber. Shaxsiy bir kishi uchun quyoshdan saqlash uchun bosh kiyim bitta, ryukzak bitta, uxlash uchun mo'ljallangan qop bitta, suv o'tkazmaydigan kurtka bitta, idish bir to'plam, shaxsiy buyumlar bir to'plam, issiq va sayr uchun kiyim bir to'plam, oyoq kiyim 2 juft, turistik gilam bitta, 10 kishilik jamoa uchun yig'ma chodir 3 ta, gulxan uchun buyumlar bir to'plam, bolta bitta, yog'och arasi bitta, o'zakli arqon 20 metr, dori quti bitta, ta'mir uchun to'plam bitta, shamlar 10 ta, fanar bitta, fotoapparat bitta, polietilen plyonka 10 kvadrat metr. Agar yana nimadir kerak bo'lsa, xohishga qarab olish mumkin. Muhimi o'zingizdan chiqindi qoldirib, tabiatga zarar yetkazmasangiz bo'lgani. Men yana bu yerga yo'lboshchilarni ham qo'shgan bo'lar edim. Mantiqan, to'g'ri.
Ana bo'ldi. Yaqinlashib kelayotgan ta'tilda toqqa dam olishga boramiz. Faqat hech narsani unutmadingmi? Yo'q, senchi? Yo'q, agar xohlasang tekshirib ko'r. Bilaman, bu imkoniyatdan albatta foydalanasan. Albatta. Iskandar, kel hozir sen bilan test sinovini o'tkazamiz. Xo'p. Birinchi savol: O'zbekistonda qancha turdagi yuqori o'simliklar aniqlangan? A 2000 ta, B 3050 ta va 4500 ta. 4500 va ulardan 270 xili faqat bizning mamlakatimizda uchraydi. To'g'ri. Keyingi savol: Tabiat rezina qopqoqlarining utilizatsiyasiga qancha yil ketadi? 1,5 asr, ya'ni 150 yil. To'ppa-to'g'ri. Va oxirgi savol: Sayohat vaqtida o'zimizdan chiqindi tashlab ketishimiz kerakmi? Variantlar: A yo'q. B nimalar deyapsan? Albatta yo'q. Yo'q, tabiatni asrash kerak. Oxirgi savol juda qiyin, ammo javobini bilaman deb o'ylayman. To'g'ri javob barcha variantlar to'g'ri. Barakalla, sen test sinovidan o'ting. Endi dam olish kunlaring odatdagidan ham zo'rroq o'tadi. Bolajonlar, sizlar bilan esa keyingi dasturimizda ko'rishamiz. Doim ekologiya bilan birgamiz. Hayır.